Hali O'zbekiston bozoriga kirib kelmagan trend krujka ichida bento tort. Hali bunaqasi bo'lmagan. Atigi 100 ming so'mga ham shirinlik, ham sovg'a berishni xohlasanglar, yaqinroq kelinglar. Bahonada duxovkasiz 4 daqiqada tayyor bo'ladigan biskvitni ham o'rganib olasizlar. Xullas, quruq massa ustiga bitta tuxumni chaqamiz, ketidan bir osh qoshiq yog', sut solib aralashtirib olamiz. Bir martalik idishimizga massamizni solamiz va 4 daqiqada mikrovolnovkada pishirib olsak bo'ldi. Valya, biskvitimiz tayyor. Dumaloq qilib kesib olamiz va kremiga o'tamiz. Qaymoq quyultirilgan sutimizni mikser qilib olsak bo'ldi. Atigi 75 mingga sotib olgan krujka ichimizga tortimizni joylaymiz. Biskvit, propitka va orasiga bo'lsa eng yaxshi ko'rgan mevalarimizni to'ldiramiz va ustini krem bilan to'ldirib, korobkalarimizga solib sovg'amizni bersak bo'ldi. Qizlar bemalol sovg'a sifatida bersanglar bo'ladi va zakazlarga ishlab mo'maygina daromadga chiqsanglar ham bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar va yaqininglarga jo'natib qo'ysanglar, ular ham xursand bo'lishadi.